bir haftada 3 marta borgan Sensei magazinini olgan narsalar kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Esingizda bo'lsa serish olgan edim, lekin menga kichkinaligi uchun uni sotib olaman degan edim. O'rniga mana bunaqa o'zimga mos kattarog'ini, kengini sotib oldim. Narxini ham primoy aytib ketaman. 179 ming so'm. Hammaga kerakli narsa bazaviy oppo futbolka. Narxini so'ramanglar qizlar, hozir точно eshitib jinni bo'lib qolasizlar. Narxi 19700 so'm. 19900 so'm. Уже lukla qilib oldim. Buni ham narxi gazeta adashmasam 100 qanchadir edi. No biz skidkada buni adashmasam 55 ming oldik. Ishonasizlarmi? 2 kundan keyin o'zim kirdim. Erimsiz va mashinani kirib olib chiqdim. Shimla bilan kiyish uchun juda ham rangi yoqgan edi. Olmayman deb kelandim, keyin mayli deb kirib olib chiqdim. Ko'rib turganingizdek, vashsha asal juda ham chiroyli lukla qilsa bo'ladi. 79 mingmi, 78 mingga oldim. Tega qizlar. Ikki bunaqa jigarin nimadirdi. Buni vodolaska bo'yni faqat. Buni 109 ming qo'yib qo'ygan ekan. Biz skidkada 40 mingga oldik. Bomba kачество qizlar. Bejavoy shim oldim. Hozir oq bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin notak och bejavoy. Buni remeni ham bor edi. Yuganimda prosta yudimda. Shunda remeni olib qo'yib turdim. Kачество prosta bomba. Buni ham 220 ming qo'yib qo'ygan ekan. Biz 100 mingga oldik. Bombaviy narxi faqat Sensei do'konida topsanglar bo'lar ekan. Men kirib prosta shok tushdim. Bir haftada 3 marta kirib shu hamma narsani olib chiqdim xullas. Agar sizlarga ham yoqgan bo'lsa, kiyimlar qaysi biri yoqganini yozib qoldiringlar. Esinglar ham borib sotib olgan bo'larmidinglar? Shuni yozib qoldiringlar.